Demak qizlar, sizlar hammanglarni iltimosingizga ko'ra viloyat dastavkaga seshanba ishlaymiz. Ertaga dam olish kunimiz bo'ladi qizlar. Demak, seshanba dastavka qilamiz viloyatdagi qizlarga. Qizlar imkon qadar anaqa rasmlarni tashlayman. Seshanba kuni pullarni tayyor qilib o'tirib, razmeringlar bilan yozinglar. Mana bu necha razmer deb so'ramanglar qizlar, nima deganda sizlar razmeringlarni aytsanglar, bizga javob berishimiz oson bo'ladi. Pulni kartaga tayyor qilib tursanglar, bizga tezlik oformat qilib, o'sha kunlarda chiqarib yuboramiz. Qizlar, magazinda qolgan narsalar mana hali narsa ko'p. Mana pijaklardan to'g'ri unaqa qolmadi, ozginagina qolgan. Bluzkalar ham mana bori shu qoldi, boshqa yo'q qizlar. Men bu dvoykalar oydi bundoq qilib. Mana bu dvoykalardan ham bor yo'g'i shu qoldi. Boshqa qolmadi qizlar. U yoq bu yoqlarda bor narsani hammasini chiqarib qo'yamiz. Keyin to'xtat, keyingi